Diyarbek Bey, nima o'tiribsiz? Murodjon aka, havo bari o'ta yomon Havo sipetda. o'ta sip ketdi. Bugun bari narxlarni sovutib beraman shu. Narxlarni sovutib berasiz. Videoni bari boshidan oxirigacha ko'rib turibsiz. Bugun bari o'ta nerealniy video bo'ladi. Bo'ldi, qanaqa qo'ylar chiqadi? Bugun bari 300 yaxchi ham chiqadi. Hop, Arashan qo'yladi bari. arashan qo'ylar chiqadi. Dorlardan chiqadi. Liniyaliklaridan. To'g'li qo'zlar chiqadi. Eng qizig'ini aytaymi, Murodjon aka? 1.600.000 so'mdan qo'y chiqadi. 3 ta bolalik ham chiqadi. Ha, 300 yaxchi, 200 yaxchi, to'g'li qo'zlar, arashanlar. Va bugun bari chiqmaydigan qo'ydi o'zi bo'lmaydi. Nomiki qo'y bor. Ha, bugun bari o'ta Narxi, boshqacha narxi. Narxi yer bilan bitta bo'lib, Yengil. qachaqlab, maydalab tashlayman Murodjon aka. Hammani qo'ydi narxidan ko'ni sovib ketadigan narx bo'ladi. Ey, Murodjon aka, bari havo isigan sari men bari narxlarni sovutaveraman. Joningiz sog' bo'lsin, bo'lmasa boshladikmi? Boshladi. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari. Murodjon menga haqiqiy shalpan quloq, toza arashanidan bo'lsin deb videomizni oxirigacha kuzatib, shunaqa tiniq variantlarni qidirib yurgan aka-ukalar xudo xolasa, bugun biz yana o'sha Tepaqo'rg'on arzonchilar qishlog'i Namangan tumanidamiz. O'sha mashhur qo'ydi har doim narxini yengil qilib berayotgan qo'ydi ham, lekin mana shunaqa shalpan quloq variantlardan chiqarib berayotgan Diyarbek ukamiz yoniga kelganmiz. Diyarbek, mazangiz yaxshimi? Zo'msiz? Yaxshimi? Qo'ydi tiniqlardan kelibdi xudo xolasa. Dorlaridan keldi. Bugun bari o'ta boshqacha video bo'ladi. Boshqacha video bo'ladi. Like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab tursa, ishonaman. Narxlarni sindirasiz. Video bo'ladi. Narxlar ishonaman, yer bilan bitta bo'ladi. 1.600.000 dan qo'y chiqadi dedingiz, ha? 1.600.000 so'mdan ham qo'y chiqadi. Videoni boshidan oxirigacha kuzatib turishadi. Like-ni Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, bo'lmasam biz videolarimizni boshlardik. Ey, mana shu qo'yga like bosmasangiz, qaysi qo'yga like bosasiz deydi-yu. Akalar, haqiqiy tiniq variantlaridan. Diyarbek, bu yerda son nechta? 9 dona. 9 dona. Akalar, lekin mana uni qarang. Simju variantlaridan haqiqiy o'sha boqqanda ham men tozasini boqaman degan akalarimiz shoshilib aloqaga chiqaveradigan variantidan ekan. Bundaqa shalpan quloq variantlaridan, mana toza variantlaridan. Qo'zi, hammasi qo'zi. Lekin akalar haqiqiy bosib oladigan joyidan ekan, lekin o'sha Diyarbek arzonchi ukamizda ekan. Diyarbek bular yosh qanaqa? Hammasi qo'zi Murodjon. Hammasi qo'zi. O'zlarida qo'chqordi. Yaxshi. Tinig'idan qo'shib, mana qarang akalar, haqiqiy qulog'i uzun partiya variantlaridan ekan. O'tgan safargi qo'zlar davomini olib kelibsiz-da. Talab o'ta ko'p bo'lyapti Murodjon aka. Xolasa. Talab o'ta ko'p bo'lyapti. Talab ko'p bo'lyapti. Olib kelishsa davom Hammaga olib kelib beramiz deyaptilar, xudo xolasa, lekin mana shu ham toza variantidan ekan, jonivor. Dumbalari ham kelishgan variantidan ekan. Diyarbek bularni bo'ldi. Ko'p gapirmaylik-da. Gapni eshitdim. Yeb-ichishlari yaxshimi? Yeb-ichlariga Murodjon aka bir hafta garantiyasi bor. Bir hafta kafolati bor. Ha, kafolati bor. Bo'ldi, gap realni gap narxini ayting. Narxi ishonaman, aytdim-ku videoni boshida ham. Narx yeri bilan bitta bo'ladi. Bitta bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib turisham. Gapiring bo'ldi. 3,5, 4 million yo'q narxda Murodjon aka. Arashan olib oldimda dollarda deyish yo'q. Gap umuman yo'q. 3 million so'mdan 9 tasini bir joyga odamga beraman. 3 million. Yo'q, gapni gapirmang. Diyarbek, bor gapni gaplashaylik. Gapni eshitdim. Keldim deb $400, $500 narx qo'yilyapti boshqalar. Gapni eshitdim. 9 ovni oldim degan odamga 2 million 400 ming so'mdan ketdi. 2 million 400 ming so'mdan bunaqa qo'yib bermaydi Murodjon aka, dangaltabdi. Gapni eshitdim. Siz arzonchisiz. Gapni eshitdim. Siz berasiz. Bo'ldi 2,5 million so'mdan ketdi. 29 dan beraman. Yo'q. Mart. Gapni eshitdim. Sizni obunachilaringiz bor, Diyarbek uka, gap yo'q deyishadi. Videoni orish ko'rishadi. Shuning uchun bo'lyapti. Arashanni liniyalilardan yana kelgan deyapsiz. Oxirgacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab turishadi. Murodjon aka, ishonaman, bugun aytyapman, o'ta nerealniy video bo'ladi. Videoni gapiring. Mana narxini gapiring. 2 million 800 ming so'mdan. Yo'q, 2 million 800 dan emas. Bunday gap. 2 million 600 ming so'mdan ketdi. Mana shu 9 ta shalpan quloq ketdi. 2 million 800 ming so'mdan. Yo'q, 2 million 600 ming so'mdan ketdi. 2 million 700 ming so'mdan. Degap 50 dan o'tasiz bo'pti. 2 million 600. Olib beraman. 2 million 650 dan olib berasiz. Like bosib qo'yishadimi? Joningiz sog' bo'lsin. Hammasini bir joyga olib. Akalar, ketdi 2 million 650 ming so'mdan 9 dona shalpan quloq yetib boradi uylaringizga. Mondaqa toza oqlaridan ham bor akalar. Hammasidan qo'rangda qo'ying bormi desa bor deb ko'rsataveradigan variantlaridan ketdi. 2 million 650 ming so'mdan o'sha Diyarbek ukamizda. Aka, ishonaman. Shoshib aloqaga chiqaveramiz. Ko'rib tursa, bundan da zo'rlari chiqadi. Bundan da zo'rlari chiqadi, lekin
bular ham ancha-muncha qo'ydi ko'tiga tepora degan variantlardan ekan akalar. Xohlasa shoshilib aloqaga chiqaveramiz. Biz bo'lmasam keyingi partiyalarimizni boshlaverdik akalar. Mana akalar bo'lmasam keyingi partiyamizga o'sha haqiqiy arashani toza juplaridan bir jup, biri qo'chqor, biri sovlig'idan qidirib yurgan aka-ukalarimizga Xudo xolasa toza variantlardan o'sha Diyorbek ukamiz olib kelibdilar. Diyorbek bular qo'zimi? Qo'z ikkovi ham. Ikkovi ham qo'zi. Bittasi qo'chqor. Ha, bittasi qo'chqor, Bittasi sog'liq. Xolasa lekin akalar oq yuz toza tiniq variantidan ekan akalar. Mana shunisi mana qo'chqor ekan. Dumbar azrizlari hamma yo'g'i kevorgan ekan jonivorlarni. Xolasa tiniq variantlaridan ekan akalar. Qo'chqorchani qarang jonivordi. Bu sog'liqchasi ekan. Haqiqiy akalar laykni bosib ko'radigan variantidan ekan akalar. Haqiqiy tozasidan ekan. Diyorbek bular yeb ichishlari yaxshimi? Ichariga bir hafta sinov olishaveradi. Bir hafta sinov olishaveradi mana akalar. Yeb ichib bersa bo'ldi. Shunda pul sana berishadi. Pul sana berishaveradi. Bo'ldi, gap narxida. Gap narxida buni Diyorbek bo'ldi. Narxi arzon. Gapiring. 3 million so'mdan 6 million so'm. Ya, Diyorbek. Shalom, Murodjon aka, arzon Siz arashan olib kelib oldim deb 3 milliondan narx qo'yib, unaqa bola emassiz siz. Unaqa bora emassiz. 5,5 deb pastda chiqadi qo'ylar narx kerak. Murodjon aka 6 million so'm bo'lsa beradi. Yo, 6 million. Qaydagi narxni gapiryapsiz? Diyorbek u boshqalar qo'yadigan narx, dangel. Jonivorlar, lekin haqiqiy akalar toza variantidan bir jup qidirayotgan. Buni ota-onasi bitta emasa? Yo'q, ota-onasi boshqa. Keyinchalik misol zot olib boqsangiz, ko'paytirsangiz ham bo'laveradi haqiqiy. Ikkovi bitta qolaversa, xudo xolos katta bo'lgandan keyin Narxini gapiring, narxini. 5,5 million so'mga beraman men. Martga mart bo'lib. Gapni eshitdim. Mo haligisi yo'q. 5 million demaylik. Murodjon aka 5 million 200 mingga 5 million 200 ming so'm tushib beryapman Murodjon aka. Yo, siz arzonchisiz eshitdim. Ishonchim uchun. Dollar emas, 5 million 200 mingga ketdi. 5 million 400 ming so'mga beraman Murodjon aka. Gapni eshitdim. Hopding Murodjon aka. Boshqa qo'shmaymiz. 5 million 300 mingga bo'ldi. Diyorbek arzonchi nomimiz bor, bo'ldi. Like bosib otangga rahmat deb qo'yishsa. Joningiz sog' bo'lsin, akalar. Akalar haqiqiy sindi deydi-yu narxi. 5 million 300 ming so'mga ketdi. Biri qo'chqor, biri sovliq. Ikkovi ishonaman, bir joyga ketadi. Bir joyga ketadi. Qo'chqorini yo boshqasini, lekin sovliqni ham qarang, jonivor dumbalari kelishgan haqiqiy toza variantidan akalar. Shoshilib bo'lmasam aloqaga chiqaveramiz. Mana akalar, o'sha sizlar qidirib yurgan haqiqiy kashtan zot elita gisarisidan olaman deb qidirib yurgan akalarimizga haqiqiy bitta tinig'idan chiqib qoldi-yu, Diyorbek ukamizda. Murodjon aka qo'ydi. Haqiqiy lekin tiniq variant ekan, u o'zini kallalarini ko'tarib turishini qarang, jonivordi. Jonivor, haqiqiy toza variantlardan ekan. Oyoqlarini qarang, jonivor. Haqiqiy maza qilib, ishqibozchilikka o jonivorni qaranglar. Haqiqiy o'ta chors variantidan ekan. Haqiqiy jonivor tiniq variantdan ekan, ushalmaydigan variantidan. Tozasidan ekan, ha, Diyorbek. Murodjon aka, ishonaman. Bugun bor, o'ta boshqacha video bo'ladi. O'ta boshqacha video bo'ladi. Bugun shuni qaranglar, akalar. Hammasi arashan, Edilboy, elita gisarlardan chiqadi. Tozalaridan chiqadi, lekin real video bo'ladi Murodjon aka. qo'ydi haqiqiy akalar, ishqiboziga dangal tavsiya qilib qoladiganidan ekan, akalar. Haqiqiy jonivor qorong'ida ham yaltiroradigan variantidan ekan. O qarang jonivordi. Shuning, ushang. Jonivor haqiqiy toza variantidan. Bo'ldi Diyorbek, buni yeb ichishlari yaxshimi? Sog'ligini ko'rdik, lekin sog'ligi uchib yuribdi yeb ichariga. O qarang. Yeb ichari o'ta zo'r Murodjon aka. Narxida gap bo'ldi. Narxi ishonaman, o'ta sinadi. Dangal sinadi. Ishonaman, yeri bilan bitta qilib bermasan. Bitta qilib berasiz. Yeri bilan bo'ldi. 3,5 million so'mga beraman. Ya, Bari o'zlari qo'y qilib olishadi. Bolani ham bari o'ta udor beradi xolos. Yaxshi. Yaxshi qo'chqor qo'shilsa, voy, junuz tula bo'ldi o'zi pashti, bari. Lekin toza bo'ldi, gapni eshiting. 3 millionni pastda chiqaramiz, lekin o'ylab gapiring, 3,5 million narsida bo'lmaydi. Unaqa. Gapni eshiting, 2 million 700 ming so'mga ketdi. Ha, yo'g'a, Murodjon aka. O'ta kam so'rovlardan. Lekin akalar haqiqiy toza variantidan ekan, akalar. Shoshilib, O'ta chars, Murodjon aka. shoshilib aloq, voy, eplab bo'lmayapti qo'y jonivor. U yoqqa qochyapti, bu yoqqa qochyapti. Jonivor.
haqiqiy, lekin toza variantidan akalar. Jonivorni qaranglar. Bo'ldi, bu narxini sindiramiz. O'tib ham ketdi ana. Gapiring bo'ldi narxini. Murodjon aka. Bo'ptim degan 2 million 800 ming so'mga ketdi Mayda diyorbek. shunaqa qilmayman men ham Murodjon aka. Dangal gapiring. Mana 3 million 300 ming so'mga beraman. 3 millionni pastga chiqarmasak video chiqmaydi. Bo'ldi, videoni cho'zmaylik, gapni eshiting. Oxiri gap. Otangga rahmat diyorbek. 2 million 900 ming so'mga oldim deb qo'yishadi, bo'ldi. 3 million. Yo'q. Yo'q. 2 million 900 ming so'mga ketdi. Yo'q. Men gapni eshiting, obunachilar diyorbek gap yo'q deyishyapti. Ro'za kunda bir-birimizni qiynamaylik. 3 million 100 ming. Yo'q, 2 million 900 ming so'mga. 3 million berishadi. 2 million 900 ming so'mga bir so'm qo'shishmaydi. Joni hisobini deb qo'yishadi. Joni hisobini. Akalar 2 million 900 ming so'mga haqiqiy-sindiyu. 2 million 900 ming so'mga akalar uyingizga yetib boradi. Akalar ushab turyapmiz, iloji yo'q. Juda chorsagan, shuni o'z tulashni boshlab qo'yapti. Oyoqlarini qarang, jonivorlardi. Haqiqiy simjun tozasidan ekan akalar. Haqiqiy o'zim yoshligidan qo'y qilib olaman deb qiziqqan akalarimizga ketaveradi 2 million 900 ming so'mga. Ko'ryapgan bo'lsangiz, jigar deb turib 500 dollar narx 500 dollar narx qo'yishyapti. Sizda unaqa narx yo'q. Menda unaqa narx yo'q. Otangga Joni hisob bo'lsin. Narx sindirishda davom Narx etaveramiz. sindirish davom etaverasiz. Akalar, like-ni bosib qo'yamiz, bo'lmasam shoshilib aloqaga chiqaveramiz. Mana akalar, keyingi partiyamizga haqiqiy Arashani toza ona bolasidan olaman deb yurgan aka-ukalarimizga da xolasa tiniq, sog'lom, maza variantidan kelgan haqiqiy mana shu duvoldan ham deb mo'ralab qarab turadigan variantidan. Akalar, bolasini qarang, jonivordi. Diyorbek buni bolasi qo'chqormi, sog'liqmi? Bolasi urg'ochi. Lekin qo'chqorni ko'tiga tepadigan variantidan ekan. Akalar, haqiqiy qulog'i shalpan quloq variantidan ekan. Diyorbek onasini yoshi ikkinchi bolasimi buni? Ha, ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Xudo xolasa, lekin yelini ham sutga to'lgan variantidan ekan akalar. Maza qilib, qo'rada qo'ying bormi desa bor deb maqtanaveradigan variantidan ekan. Yeb ichishlari yaxshimi Diyorbek buni? O'ta ishonaveraman. Ajdarho deydi-yu. Bo'ldi, buni gap narxida sindirinchi bo'ldi, dangal. 58 ga beraman Murodjon aka. Narx san. 5 million 800 ming? 5 million 800 ming. Yo'q, bo'ladigan qilib ayting. Dangal gapiraymi? 5,5 million so'm beraman Murodjon aka. Siz obunachilaringiz. Gapni eshiting, bunday gap. 5 millionga 100 ming o'tib berasiz, bo'ldi. Yo, bir qo'yni ko'rsatib qo'yasiz Murodjon aka. 5 millionga 100 ming so'm o'tib berasiz. Qo'ldir qarang Murodjon aka. Jonivor lekin haqiqiy shalpan quloq variantidan ekan, akalar. Dek o'tadi o'zi. O'tadigan variantidan ekan. Bo'ldi, ketdi. Bo'ptim de gap, shunchalik maqtavardingiz, haqiqiy 5 million so'mga ketdi. 5 million 400 ming so'm berishadi. 5 million 400 ming? 5 million 400 ming. Siz pastga tushmadingizmi hali ham? Tushing pastga hali. Qarang, indamay turadi, demsa ham bor. Haqiqiy lekin akalar tiniq variantdan To'lashni ekan. boshladi o'zi. Narxini bo'ldi sindiramiz. Gapni eshiting. 1 so'm qo'shishmaydi bunday gap. 5 million 100 ming so'm qilib berishadi. 1 so'm qo'shishmaydi. 1 so'm qo'shishmaydi. Joning sog' bo'lsin Diyorbek deb qo'yishadi, bo'ldi. Qattiqlik qilib. Yo'q, gapni eshiting. Siz bir marta qo'ydi qimmat chiqarib qo'ydingiz. Kommentariyani ko'rdingizmi? Buni ham qimmat chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, yana kommentariy yozing. 5 million 300 ming bo'ldi. 5 million 100 ming 5 million 200 ming bo'ldi. 5 million 100 ming 1 so'm qo'shishmaydi. Qo'shmaydimi? Yo'q. Like bosib otanga rahmat deb qo'yishadimi? Joning sog' bo'lsin akalar, 5 million 100 ming so'mga ketdi. Bolasi sog'liq o'sha haqiqiy ko'paytiradigan varianti. Akalar, bo'lmasam shoshilib aloqaga chiqaveramiz. Murodjon aka, videoni oxirigacha ko'rib qo'llab. Yana Arashona bolalar chiqadi. Voy, ishorar, ina bolalar bor. Narxini sindirasiz. Ular chiqadi, Dori chiqadi. Yeri bilan bitta bo'ladi. Bitta bo'ladi. Lo'z, qaytish yo'q. 1 million 600 ming so'mdan ham qo'yib chiqaraman. Bo'ldi, bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizga o'taverdik akalar. Mana akalar, bo'lmasam o'sha Arashanda haqiqiy bir oila, bir uyasidan qidirib yurgan akalarimizga bir jup ona bolasidan chiqdi. Diyorbek, bular ona bola. Bular ona bola, Murodjon aka. Xo'p. Bular bo'g'ozligida bitta qo'shni ayol yapga beradi. Xo'p. Endi u boqishni bilmabdi. Boqishni bilmabdi. Berib baqibdi. Faqat hashak yegan. Zarlab qoldi, endi uka sotib berdi ishda. Shuni o'zi mana haqiqiy dehqon. Dehqondan narxini yengil qilib chiqarib berasiz. Lekin akalar, mana qo'zisini qarang, qo'zisini, jonivor. Qo'zisini o'shanchi o'shanisini. Haqiqiy oq yuz, lekin
Quloqlari ham o'sha haqiqiy tumshug'idan 2 marta aylanib o'taman degan variantidan ekan. Buni ham qo'zini ham Mana qo'zini ham qarang akalar. Buni haqiqiy qo'zisini puliga beraman deyaptilar Diyorbek xudo xolasa. Quloqlarini qarang jonivordi. Toza variantdan ekan, lekin haqiqatdan faqat hashak yeb, bir quruq hashak yeb, yem bermabdi, boqishni bilmabdi deyapsiz-a? boqishni bilmayapti. Parvarish qilishni bilmabdi, lekin akalar haqiqiy yeb ichishlari o'ta xo'ra, bir hafta garantiyasi ham bor deyaptilar, lekin qo'ylar akalar tulashga kelib qolibdi mana, o'zi sekin tulayapti ekan. Onalari yoshmi? Onalari yosh. Onalari ikkinchi bolalar, xudo xolasa, lekin qo'zilarga haqiqiy ishqim ketdi. Dangal qo'zisi tiniq beribdi qo'zini akalar. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaradigan variant. Buni dehqondan lekin yengil chiqarib berasiz narxini. Dangal. Xolos, o'zim sotib beraman dedim. Sotib beraman dedingiz. Lekin haqiqiy onalari ham, yosh qo'zilari ham haqiqiy tiniq variantdan ekan. Bo'l, narxida buni gap. Diyorbek narxini ayting. Sindiraman. Sindirasiz bo'l narxini, gapiring. Narxi haligi 51 chiqardi u. Uni tushib beraman-da Murodjon aka 4 million 900 ming so'mdan beraman. 200 mingdan tushib beraman. Ya, Diyorbek gap eshitdim. Uni o'zingiz olib kelibsiz hop Qirg'izistondan. Bu oldingi narxda kelgan, dehqondan qo'yi gap eshiting. Nima gap? Yo pul zarilib qoldi, o'shaning uchun. Bo'ldi, pulga arziydi xudo xolasa. 4 million 200 mingdan berishadi, bo'ldi. 4 million 200 ming so'mdan. Siz arzonchisiz qarang, dehqondan chiqarib beryapsiz. Ikkovi pilis bo'lib arzon chiqish kerak-ku. Qo'shnim o'g'lonni ko'tarib yugurmasin men tomonga. Bo'pti, gapni eshiting. 4 million 300 mingdan qilib berishadi, bo'ldi, ketdi. 4 million 900 ming so'mdan emas, 4 million 800 ming so'mdan berishadi. Diyorbek, siz gapni eshiting. Ro'za Ramazon oyida gapni eshiting. Obunachilarni ham o'zimizni ham qiynamaylik. Tars o'ting bo'ldi, duo qilib boqishadi. 4 million 700 ming so'm berishadi. Gapni eshiting. Xolisman Murodjon aka. Gapni eshiting. Pullarni ham kerak. Bo'ldi, bunday gap. Gapni eshiting. Duo qilib qo'yishadi. 4,5 pastda chiqadi, 4 million 400 mingdan chiqadi. Gapni eshiting. 4 million 400 ming so'mdan ikkovini oldim Diyorbek deyishadi, bo'ldi, yetkazib berasiz. Qo'shnim mayli, videoni ko'rishadi baribir. Qo'shningizdan mana 4 million 400 mingdan xolis sotiladi. Xolis pulni bo'ldi, olib chiqib berasiz. 4 million 600 ming so'mdan. 4 million 400 ming so'mdan bir so'mga olishmaydi. 4,5 million so'mdan beraman. 4 million 400 ming so'mdan ketdi. Diyorbek gap yo'q. Obunachingizmiz deyib bo'ldi, like bosib qo'yishadi. Like bosib qo'yishadimi? Joningiz sog' bo'lsin akalar. Narx haqiqiysindi deydi-yu. 4 million 400 ming so'mdan ketdi. Haqiqiy akalar, bolasini puli, dangal, mana shu qo'zini puli deydi-yu akalar, haqiqiy shoshilaveradigan varianti, dangal. O'zi lekin tulashlarga kelib qolib, jonivor simjun tonga almashtiryapti ekan tonlarini. Bollarini ham qarang, qulog'i haqiqiy 23-25 sm bo'ladigan variantida. 4 million 400 ming so'mdan 8 million 800 ming so'mga haqiqiy jaydar qo'ydi narxida Diyorbek. Sotqizmasdimmi qo'yiladi? 2 qop 3 qop kepagini olib berib bo'lsa ham baqizardimi, lekin pul o'ta zarur ekan deyish, shuning uchun sotib beryapman. Joningiz sog' bo'lsin. Duo qilib qo'yishadi. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar, bo'lmasam akalar, biz keyingi partiyalarimizga o'taverdik. Mana akalar, bo'lmasam bugun Diyorbek o'zi bir qasam ichib olgan ekan shekilli, faqat arashan chiqaraman, toza zotliqlarini chiqaraman deb, Diyorbek. Murodjon aka ishona, boy videoni boshlaydimi? O'rta boshqacha video bo'ladi. Boshqacha video bo'ladi, lekin akalar haqiqiy qo'yga baho bering, dangal. Mana shu qo'yga like bosmasangiz, qaysi qo'yga like bosasiz? Dangal-da. Qo'ydi lekin haqiqiy legendarniysidan ekan. Bir qari juni yo'q, boshqasi yo'q. Ikkovi ham qo'zi. Qo'zi variantidan. Mana akalar, haqiqiy toza legendarniysidan. Diyorbek, bular bo'g'ozmi, qisirmi? Murodjon aka, ikkovi ham qo'chqor bilan o'rgan ishga. Hop. Monosi, bilinib. Monosi lekin bilinib qopti haqiqatdan. Jonivor yelillar solib bilinib qopti. Lekin tozasidan ekan, haqiqiy garantiyalik bo'g'oz ma'lum. Garantiyalik bo'g'oz. Ikkovi ham qo'chqor bilan yurgan. Yaxshi qo'chqor qo'shilganmi Diyorbek axir bularga? Qo'chqordan. Lekin akalar ana toza arashan olaman deb yurgan akalarimizga sirazim deb padilitsa qilib belgilab jo'natib qo'yamiz akalar. Sizlar tufayli kimdir mana shunaqa
chiroyli, haqiqiy qo'yni tozasiga erishishi mumkin. Sizlar tufayli haqiqiy zo'rini olishi mumkin qo'ydi akalar. Bo'ldi, Diyorbek buni gap narxida. Sinadi. Narx sinadi. Dollarda narx qo'yilmaydi. Lekin akalar dumbaraz rezlar hamma yo'q kelishgan. Cho'tki qo'ylab, oddiy gap bilan cho'tki narsalar haqiqiy. Bor, bir qari jundichida Bir qari jundichida emas. Buni yo'q ekan ham, Murodjon aka. Yeb-ichlar yaxshimi? Yeb-ichariga bir hafta garantiyasi bor. Bo'ldi, narxini gapiring. Yedirib, ichirib ishonaman, pul keyin sanab berishadi. Narxni gapiring bo'ldi. Narxi 7,5 million so'mga beraman. Qancha? 7,5 million so'm. Yo, oltini pastga chiqaramiz, Diyorbek, bu siz bilan bizga yarashmaydi danga. O'shaqalik qo'ylaman, oltini pastga Gapni chiqaraman. eshitdim. Murodjon aka, Pasma. naq bo'g'oz. 6 million 700 mingga ketdi ikkovi. Yo. Murodjon aka. 7ni pastga chiqaramiz. Diyorbek 7,5 yo'q nar Bir eshitdim. 6ni pastga chiqaraman, bir 7ni pastga Bo'ldi, adashib ketdim men ham bo'ldi. 7ni pastga chiqaramiz, gapni eshitdim. 6 million 700 ming so'mga ketdi. 7 million 400 ming so'm. 6 8 bo'pti. 7 million 300 ming so'm. Gapni eshitdim, 7ga pastga o'tib berasiz lekin. Bunday gap 100 ming so'm o'tib berasiz bo'ldi. 7 million 900 ming so'mga ketdi ikkovi. 7 million 200 ming so'm. Yo, gapni eshitdim. 6 million 900 ming 1 so'm qo'shishmaydi. 7 million 100 ming. Dastlabkiga berasiz bo'ldi, tamom. 7 million so'm. Yo, 6 million 900 ming so'm joning sog' bo'lsin deb. To'g'ri qilib berish olsin. Yo'q, gapni eshitdim. 100 ming so'm o'tib berasiz. Obunachilarga bo'ldi. Kommentariyaga otangga rahmat deb qo'yishadimi? Joning sog' bo'lsin akalar. 6 million 900 ming so'mga bittasi naqd bo'g'oz. Bittasi endi noma'lum, lekin qo'chqor zo'r yurgan deyaptilar. Shoshilib aloqaga chiqaramiz. O'sha tozalarini izlab, tozalarini qidirib yurgan akalarimiz shoshilib aloqaga chiqaramiz. Haqiqiy lekin legendarniy variantlaridan. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizga o'taverdik akalar. Mana akalar, bo'lmasam keyingi partiyamizga o'sha sog'liqni tozasidan, Edilbaydan, polvonidan qidirib yurgan akalarimizga bir jup Diyorbek yaxshisini olib kelib qo'ydim aka. Ondaga belida oqlari bor edan deb menga maqtandilar. Sog'liqni zo'r legendarnilaridan dedilar, haqiqiy. Akalar, haqiqiy o'sha taniq variantidan ekan akalar. Gigant variantidan, masaqli polvonlaridan. O jonivor o'tib ketdi. O ketishini qarang jonivorni. Bo'ldi, bular bitta narxini ayting bo'ldi. Bittada sindiraylik. Tamam, bitta ayting, bitta. Mashinga olishadi bo'ldi, o'tib ham ketdi qo'y. 8,5 million so'm. 8 million so'm. Ya, bitta ayting, bitta o'zingiz bilin. So'ramaylik. So'rashmaydi. 7,5 million so'mga borib beraman. Joning sog' bo'lsin ikkovini. Ikkovini ha, 7,5 bo'yningizga. O'ylanishmasin. Joning sog' bo'lsin, bo'lmasam akalar, mana bittasi qochib ketib bo'ldi. Akalar, shoshilib aloqaga chiqaveramiz. Mana akalar, o'sha boshida uchozakchi ham, ikazakchi ham chiqadi deb Diyorbek va'da beradilar. Diyorbek uchozakchimiz bu, ha? Ha, uchozakchimiz bu, Murodjon. 3 ta bolasi bor ekan, mashalloh. Lekin akalar, onasi jicha, to'g'risi gap, qarov bo'lmagan ekan, qarovsiz qolgan ekan. 3 ta bolani ham. Lekin ha, 3 ta bolani ham boqyapti, to'g'ri. 3 ta bolani boqish ham o'zi bo'lmaydi, dangal. Lekin 3 ta bolasi ham o'ziniki ekan akalar. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, cho'chimay. 3 bolasida ham xudo xolasa mehri bor ekan, o'zini bolalari ekan akalar. Xudo xolasa sog'lom variantdan ekan. Lekin o'sha sal onasini ozg'inligini nisbatan Diyorbek ekazachning narxida beramiz deyaptilar. Ekazachning narxida bo'ladi, xudo xolasa. Sinadi. Bu ekazachimiz ekan, xudo xolasa. Haqiqiy narxni bugun sindiraman deyaptilar. Diyorbek, buni bolalari nima? Bolalari Murodjon aka, ikkitasi qo'chqor. Ikkitasi qo'chqor. Qo'chqor, bittasi sog'liq. Bittasi sog'liq. Lekin akalar, haqiqiy o'sha misol uyda yemini berib, qo'y qilib oladigan variantidan ekan. Juni yo'q. Lekin ozg'inroq, lekin 3 ta bolani boqishni ham o'zi bo'lmaydi, to'g'risi akalar. Bo'ldi, bu narxida gap, narxini gapiring bo'ldi. Narxi egizakchining narxida bo'ladi. Egizakchining narxida. Ha, Murodjon aka. Bunaqa 8 million devomiysiz ish qilib, umuman 7,5, 7 yo'q narx. 7 ham yo'q. 7 ham yo'q. Gapiring bo'ldi. Dangal bitta gap gapiraymi? 6 million 800 ming so'mga beraman Murodjon aka. Ya, gapni Cho'zakchi eshitdim. Murodjon aka. Egizakchi emas. Eshitib turing. Gapni eshitdim. Bundayroq egizakchilar misol narxini biz ham kam so'ramiz, 6,5 million bo'lyapti. Gapni eshitdim. 6,5 million so'mga berasiz mana uni. Yo, Duo qilib boqishadi. So'ramaysiz dedim men Murodjon aka. Gapni eshitib o'tasiz Diyorbek, dangal o'tasiz.
Arzonchisiz. Bitta gap gapiring bo'ladigan degansiz endi. O'tasiz deb turib O'tib berasiz-da, o'tib berasiz. Dangal, men obunachilar tomonidan gap eshitdim. Misol, mana shuni Roza Ramazon oyida dangal maza qilib, boqib, misol 3 ta bolalik oldim, 6,5 million so'mga Diyorbekdan oldim deb qo'yishadi, eshiting. Sizga mana 30 kun ro'za tutgan savobini beraveradi Diyorbek gap eshitdim. 100 ming so'm o'tib beraman. Siz hurmatingizdan obunachilar like Eshitib turing. 6,5 million so'm bir so'm qo'shilmaydi. Murodjon aka undaqada kelisha olmas ekan. Yo'q, videoyingiz chiqmas ekan, bu bo'lmasa. Videoyingiz chiqmas ekan. Yo'q, mana biz ham bilamiz, gapni eshiting. Bo'ldi, 6,5 million so'mga joni hisobini Diyorbek deb qo'yishadi. 66 qilib, 1 so'm o'tib. Yo'q, 1 so'm qo'shmaymiz. 6,5 million so'mga ketdi. Murodjon aka. Yo'q, 6,5 million so'm. Otangga rahmat. Ha. 6,5 Joni hisobini. Ikkita bolasi qo'chqor. 3 ta bolalik 6,5 million so'mga ketdi, akalar. Bo'lmasam biz egizakchi narxini sindiramiz buni ham, akalar. Xudo xolasa, ko'rib qo'llab-quvvatlab turavering. Onasi ham gigant variantidan. Bu nechinchi bolasi? 3-chi bolalari. 3-chi bolalari yonidagi. 2-chi bolalari. Realni aniqlaylik. Realni ko'rsatib qo'yaylik, xudo xolasa. Men ham O'zingiz ham ko'rmagansiz. adashib, Ikkinchi bolalari, akalar. Xudo xolasa 4 dan endi 6 ga o'tayotgan variantidan. haliga qiling. Ajrat. Mana akalar, o'sha egizakchini haqiqiy zo'ridan olaman deb yurgan akalarimizga Bolalari ham katta bo'lib. bolalari ham katta bo'lib qolgan variantdan. Bolalari qo'chqormi, sog'liqmi? Urg'och ikkovi ham. Bolalari ikkovi ham urg'och, xudo xolasa ko'paytirishga qiziqadigan akalarimiz bor ekan. Haqiqiy bo'ldi, Diyorbek buni yeb ichishlari sog'ligi yaxshimi, xudo xolasa. Bir hafta garantiyasini beraman. Bo'ldi, narxini gapiring. Narxini sindiraman Murodjon aka. Hop. Buni 6,5 chiqardik-a? Buni 62 ga beraman. 62 ga. Ha, 62 ga. Joni hisob olsin, bo'lmasam akalar bittadan narx sindirdilar. Haqiqiy Diyorbek bittada gapirdilar. Narx sinar dedingiz-a? Dangal. 6 million 200 mingga 6,5 million Ha, so'mga. shunaqa bo'ladi. Joni hisob olsin. Dastlabkasi-chi? Dastlabkasi o'ylanmay. O'ylanishmaydi. Xudo xolasa akalar, bugun egizchilarni ham, ko'zakchilarni ham hammasini narxi sindi deydi-yu. Akalar bo'lmasam shoshilib aloqaga chiqaveramiz. Murodjon aka, Gapni eshitdim. Gapni eshitdim. Buni barbaraka deb berganimiz xursand bo'lib qoldingiz shekilli. O'tasiz gapni eshitdim. 6 million 200 ming emas. Bo'ldi, 6 million 100 ming so'mga. Mana uni mayli. Yo, Oxirgi narx. bittada narx sindir dedingiz. Bittada sindirdimi endi Murodjon aka? Gapni eshitdim. O'tib bermasangiz unmay Ha, iloji yo'q. qo'ydi o'tib berdim endi Murodjon aka. Bitta Yo'q, bo'ldi. Boshqa o'tib bermaysiz lekin 6 million 100 ming so'mga ketdi. Ulg'aygan kunda turibmiz, duo qilib qo'yishadi. Joni sog' bo'lsin. Bo'lmasam akalar, shoshilib aloqaga chiqaveramiz. Shoshilib telefon qilaveradigan variantlardan. Yana tugab qopti deb afsus qilib o'tirmaysizlar, xudo xolasa. 3 ta bolaligimiz, 2 ta bolaligimiz. Shoshilib 6,5 million so'm. aloqaga chiqaveramiz akalar, xudo xolasa. Haqiqiy yengil narx bo'ldi. Akalar qo'y u ekan, bu ekan deb yomon kommentariya yozib baloyidi battari deb misol alaykumaysizlar. Dangal ochiqini aytib chiqyapmiz. Mana ozg'in semiz boqa deganda xudo xolasa hammasini gapirib realni gapirib chiqyapmiz, xudo xolasa. Diyorbek ham gap yo narxni yengillatyaptilar. Bo'ldi. 1 million 600 mingdan qo'y chiqadi. O'tgan safar aytishda qimmat qo'yibsan deyish. O'shaning uchun men bor sindirishda davom etaveraman. Like bilan kommentariyani bosib bangillatib tursa bo'ldi. Gapni eshitdim. Bundan keyin 1 million 600 dan qo'y chiqarib berasiz. Boshida aytgansiz. Loviz qaytish yo'q. Joni hisob olsin. Bo'lmasam akalar biz keyingi partiyalarimizga o'taverdik. Mana haqiqiy onasi mehribonlaridan O'zini akalar. bolalarida suvarka emas Murodjon aka. Suvarka olsa tevaveradi qilay. Biz keyingi partiyamizga o'taverdik bo'lmasam akalar. Mana akalar o'sha haqiqiy puli arzon qo'zi qidiryapman, lekin udoridan qidiryapman degan akalarimizga haqiqiy tavsiya qiladigan varianti. Diyorbek bular qo'chqormi, sog'liqmi? Bitta qo'chqor, ikkita sog'liq. Bitta qo'chqor, ikkita sog'liq. Mana qo'chqorini o'sha edi. Qo'chqorini bir ko'rsatib qo'ying, lekin akalar, shu ikkita sarig'i yomon xil ekan. Qo'chqori ham haqiqiy kelishgan qo'chqor ekan. Eshitdiring. Mana shu qo'chqor chani var 2025-yil barra arachani deb turib $200 qo'yib. Ya, uni qo'ying, gapirmang, dangalsiz. Uni gapirmang Diyorbek, siz boshqasiz, ular boshqa. Arzonchi degan nomingiz bor-ku. Uchunda Murodjon aka, keyin qo'l tashlang. Boshida loviz. Loviz. Qaytish yo'q. 1 million 600 ming so'mdan
Vodiy Joni sog' bo'lsin. Vodiy bo'ylab dastlab kasib, meni bo'ynimga deyaptilar. Akalar, misol endi 1.600.000 so'mdan 3 ta qo'yga pulim bor, qo'y berarmikin deb qidirib yurgan akalarimiz. bo'y qiladigan. Haqiqiy misol keyinchalik o'zidan ko'payib yuraveradigan variantidan bitta qo'chqor, ikkita sog'liq. Bo'lmasam akalar, biz videolarimizni shu yerga nihoyasiga yetkazamiz akalar. Oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab turganlar uchun katta rahmat. Obuna bo'lib, like-ni bosib, xudo xolasa, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz akalar. Sog' va salomat bo'ling.